Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan Asqaldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy qulaydigan Asqaldi nomli programmamning 34-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bugungi 34-qism programmamni tuvandagidek o'rinlashtirdim. Xabaringlarda bo'lgandek programmamning 31-qismida Xitayning qurilishinin siz ve men o'ylagandan nihoyat tez ve tasadduqan bo'lganligi haqida nihoyat bir cho'nqur mulohazani boshlatgandim. Shu mulohazamning birinchi qismini sizlarga sungandim. 32 ve 33 qismlarda başka dünya vaziyatida yangi o'zgarishlar, jiddiy ahvollar yuz berganligi uchun shu ahvollar haqida mulohazalarni sunib sizlarga. O 31. qismda başlatgan Xitayning çöküşünün tez ve biz o'ylagandan tasadduqan holda bo'lganligi haqidagi mulohazamning ikkinchi qismini keyinga qoldirib qo'ygandim. Bugun mush haqda cho'nqur mulohaza olib boraman. 31. qism mulohazamda Xitoyningki çöküşünü keltirib chiqarayotgan omillar haqida mulohaza yurgizib, bazı Xitoydagi cho'ng shirkatlarning bo'libmi uy mulk shirkatlarining cho'kayotganligi haqida to'xtalgandim. Bugun bu cho'kishninki asosiy sabablari Xitoydagi nüfus azayishi, Xitoydagi nüfusning qerishi, yosh nüfusdagi umidsizlik, Xitoydagi darajadan tashqari ko'p maqsad ishlab chiqarishning dünya bozorlari va Xitoy ichki qismiga elib kelayotgan ziyonlari, Xitoydagi terilg'u yerlarning kamlab ketishi, Xitoydagi suv kamchiligi masalasidan tortib, oxirida Xitoydagi amaldor va generallarning yo'qolib ketishigacha bo'lgan keng ko'lamli holda Xitoyning ichki qismini umumyuzlik mulohaza qilib, Xitoyning zodi g'olishining ahvoli qayerdan qayergacha, cho'kish ahvoli qayerdan qayergacha mana bir nihoyatda cho'nqur eng tuvan qatlamlarga tushib, eng cho'nqur yerlarga tushib mulohaza olib beraman. O'qitishga to'g'ri kelsa, bir cho'ng dash qozonni dikka bir suqashni qo'ychigandek, ustidan ostiga qadar qo'chib ilashtirgandek bugun Xitoyning umumiy ahvoli haqida qo'ch va mulohaza olib beramiz. Endi programmamningki asosiy mazmuniga o'tib ketay. Programmam bugun sal jiq ishib qolmasin deb shunga men shu Xitoyningki g'ulishining siz va biz o'ylagandan tez bo'lganligi va buning asta-asta yig'ilib cho'kma bo'lib qo'yayotganligini, bu cho'kmaning oxiri petishga sabab bo'lganligi haqida mulohazani shu o'tgan birinchi qismini boshlatgan. Bugun ikkinchi qismi sal uzun bo'lib ketdi, lekin bugun ikkinchi qism bilan tugatay deb hammasini tugatish xayolida bu programmani tayyorladim. Unda bo'lsa men programmamning asos mazmuniga o'tib ketdim. Demak, Xitoyningki o'tgan qismda biz Xitoyningki cho'ng shirkatlarningki, ba'zi shirkatlarning, uy mulk shirkatlarining cho'kayotganligi haqida to'xtalib shu yerga kelganda oxirlashtirgandik. Bu cho'ng shirkatlarningki orqaga chekinishi va cho'kishiga sabab bo'lgan omillarni undaqda biz texim cho'nqirlagan holda mulohaza qilib boqaylik. Birinchisi 2024-yilga kelganda Xitoydagi uy sotib oluvchilar xizmati bo'lmaslik, ishsizlik sababidan yoki ishidan ayrilib qolishdek sabablar tufaylidan kelajakdagi iqtisodiy kirimining qanday bo'lganligi haqida andishish qilganligi uchun, Xitoy jamiyatining kelajagiga ishlash qilmaganligi uchun uy joy sotilishga, uy mulkka mablag' solishga ancha qiziqmagan. Natijada Xitoy qurilish shirkatlarining sog'an uylari sotolmaslik holatini keltirib chiqarib, uy mulk shirkatlarininki çöküşünü keltirib chiqargan. Ikkinchisi, nurg'ulg'an o'ltiraq uy shirkatlari xaridorlardan pul olib bo'lgan bo'lsa-mu, xaridorlardan uy pulni olib, ma'lum qism pulni olib,
Öyünü silishini başlagan bolsun, lekin öyünü vaqtida bitirib, xaridorlarning qo'liga topshirib berolmagan. Bu xil ahvol Xitoy iste'molchilarininki ishonchisini zedlab qo'ygan. Uchinchisi, Xitoyda bag'ancha ishlayotgan yashangan nopus soni, ya'ni tabiiy holda yangi uyga bo'lgan ehtiyojni azaytib o'tgan. Xitoyda hozir ko'rilayotgan eng muhim masalalarning biri yashangan nopus soni tadrijiy ishib, yosh nopus ozlab ketayotgan bir xil ahvol bor. Bu xil ahvol yashangan nopusninki ko'payib ketish ahvoli tabiiy holda yangi uyga bo'lgan ehtiyojni azaytib o'tgan. Natijada bir chog'larda 90-yillarda, 80-yillarda gigant shirkatlar deb atalgan Xitoy inshoot shirkatlari cho'kishga boshlagan. Xitoy bu jihatdan nurg'unlagan tadbirlarni olgan. Masalan, Xitoy hukumati uy mulk shirkatlarini jonlantirish uchun uyning bahosini dahshat darajadan tashqari tarixdagi hech bir vaqtda ko'rilib boqmagan darajada tushirib o'tgan. Mortgage, ya'ni uy sotib oluvchilarga hukumat tarafdan berilgan qarz pulining o'simini tushirgan. Undan boshqa tunji qitim uy sotib oluvchilarga qarata nurg'unlagan e'tibor berish siyosatlarini yo'l qo'ygan. Hatta 142,4 milliard dollar atrofida qarz pul berish imkonini saqlagan. Ammo bu tadbirlar hech qanday qilmagan. Xitoyninki bu xil kriz vaziyati oldida yetarsiz qolgan. Uzun vadalik ahvol texmo nachar bo'lgan. Xitoydagi turalg'u joylar bahosining shiddat bilan tushib ketganiga qaramay, kishilarninki setib olgan kishilarninki bo'lmasligining ta'siri Xitoy uy mulk sohasiga ta'sir qilib qolmay, balki xalqaroliq tijoratning osilishigami ta'sir ko'rsatgan. Xitoyning uzun yillardan buyon elib berayotgan iqtisodiy strategiyasi qanchalik darajada badal to'lashdan qat'iy nazar sanoat ishlab chiqarishni oldingi o'ringa qo'yib keldi. Bu xil ahvol Xitoy iqtisodida darajadan tashqari plansiz holda mablag' selishni keltirib chiqadi. Sanoat xam modellardan tortib batareya, robot qatorliq yangi texnikalarga qadar nurg'un sohalarga Xitoy darajadan tashqari mablag' soldi. Natijada Xitoydagi nurg'unlagan shahar va shirkatlar ig'ir qarz pul patqaqiga petib qoldi. Qarz pul butunlay Xitoydagi hozir nurg'unlagan shaharlar va shirkatlar nurg'un qarz pul patqaq ostida ezilishga boshladi. Bu xil darajadan tashqari ishlab chiqarish Xitoyning ham o'zining ichki bozorlariga ham dunyo bozorlariga hazm qilib bo'lmaydigan darajada ortiq maqsad ishlab chiqarayotganligini bildirdi. Bu xil plansiz holda darajadan tashqari maqsad ishlab chiqarish Xitoy iqtisodini bir tarko'chiga qistab qo'yadi. Mal baholari intayin tuvan, Xitoy shirkatlar vayron bo'lyotdi, zavodlar taqilib, ishsizlik eshibyotdi. Ammo Xitoy bu ahvollarni yoshiryotdi. Uyg'ur xalqida bir maqol tamsil bor, og'riqni yoshirsang o'lim oshkor deydigan. Demak, Xitoyningki bu g'olaydiganligiga oz qolganligining belgisi. Bu Xitoyning ichki qismidagi bu ahvollar faqatlam ichida bo'layotgan masalalar. Faqat biz texi Amerikaninki qo'ygan bojlari, xalqaroning qistashlari bu masalaga kirmagan ahvol ostida Xitoyning ichki qismidagi bo'layotgan ahvollar. Xitoy yoshirayotgan, ammo yuz berayotgan Xitoyning iqtisodiy realligi. Eng xatarlik bo'layotgani bu xil bo'ronchaqullardan omon eson chiqqan shirkatlar eng chidamliq va eng raqobatda yengilmagan shirkatlar emas, balki shu Xitoy davlatininki iqtisodiy yordamiga erishgan va yoki tuvan o'simlik qarz puli ola olgan shirkatlar bu hargizmi bular bozor raqobatida tutib chiqqan shirkatlar emas. Xitoy dunyo bozorlarini iste'mol hajmidan eshib ketgan to'kma mollar bilan to'shtirib o'tgan bo'lib, bu xil ahvolni izchil davomlashtirib kelgan. Xitoy shirkatlari dunyoga boshqa davlatlardagi maqsad ishlab chiqaruvchilarning tannarqidanmi tuvan bahoda maqsad sotyapti hozir. Bu
bu xil ahval qarta 2023 yıl dekabrda bir жығын söz qilgan Avropa Birligining boshlig'i Ursula xonim Xitoyga qarta Xitoyninki bu xil adil savdo raqobatiga uyg'un bo'lmagan qilmishlariga qarta Xitoydagi darajadan tashqari, ya'ni normadan ortiq mahsulot ishlab chiqarishning davomlashtirish mumkin bo'lmagan tijorat tangpongsizligini keltirib chiqarayotganligini tilga olib, Beijingni dunyo bilan adil bo'lmagan tijorat qilayotganligi bilan ayblagandi. Bu xil ahvol ostida Xitoyning xalqaro bozorlardagi obro'yini bu xil ahvol asta-asta Xitoyninki shu xalqaro bozorlardagi obro'yini tushirishga boshladi. Yillarning o'tishi bilan Xitoyning dunyodagi sanoat raqobat kuchida jiddiy bo'lgan bir cho'kishga yo'l ochdi. Ammo Xitoy bunga tan bermay keldi. Hozir o'zinglar qarab baqsanglar, ijtimoiy taratqularda, Twitterlarda, undan keyin YouTube va boshqa Xitoyninki TikTok bu degan shu sosyal media nimalarda supularda Xitoylarninki 1200 tal cins ishdan $20, $30, onundan başqa nurg'ulg'an bir chog'lar 80 yillar, 90 yillar moda bo'lib ketgan ishchi pay mamuq chapallarninki mingtal, qancha mingtal mushundaq 500 nechital, mingtal ashundaq shunga yaqin chapallarninki $30, $50 ashtaq atrofida ekanligini setib cho'ng shundaq taxtalarga yezib turib setayotganligini ko'ra olamiz. Bu Xitoyning qanchalik darajada mahsulotlarni ishlab chiqarib besilib qolganligini o'zininki tannarqidan tuvan holatda, masalan ash chapallar, shishtallar sindirib kelsangiz 10 sent, 5 sent, hatto 20 sent dollarlarga to'g'ri keldi. Demak, Xitoyning kelajagi intayin qarang'u. Bek qarang'u ko'rinmaydigan xatarlik bir ahvolda. Chunki narsa keraklar, tovarlar o'zining tannarqidan intayin tuvan holda, e'tiborsizlashtirilgan holda setilyotdi. Shuning uchun Uyg'urlar umidvor bo'lish kerakki, Xitoy qulaydiganga beklam oz vaqtlar qoldi. Mushu 1978 yildan e'tiboran Xitoy ilib borgan islohotdan hozirgacha Xitoyning o'rtacha yillik kirimining ishish nisbati 9% atrofida bo'lib kelgandi. Natijada bu raqamlar orqali Xitoy 8 milliondan ortiq insonni yo'qsizlikdan qutuldirdik, kambag'alchilikdan qutuldirdik deb maqtanib kelgandi. Bo'libmi 2001-yilda Xitoy Dünya Ticaret Teşkilatı'na, Dünya Savdo Teşkilatı'na a'zo bo'lgandan keyin Xitoyning hech o'xshash bo'lmagan darajada iqtisodiy va askariy jihatda yuksalishi dunyoni, ya'ni g'arb dunyosini hayron qoldirgandi. Hozir bu xil yuksalishdan hech asar yo'q. Hamma narsasi asta-asta orqasiga qaytyapti. G'arb dunyosi Xitoyni hozir o'z yo'g'intib qo'yib, endi bu at ip qochgan haroq o'xshab qolgan bu Xitoyning chulurini tutishga amalsiz qilyapti va boshqaramay qilyapti. Uzun mezgillik sukunatdan keyin dunyo Xitoyni hozir umumyuzlik tushunib yetishga boshladi. Xitoyni to'xta deyapti. Bu Amerika, Donald Trump efendi hozir Xitoy hech kimdan taptatmaydigan shunchalik bir holatga kelib qoldi. Faqatlam bir Amerikadan ancha-muncha taptatyapti. Xitoy dunyo bergan imkonlar bilan yuksalgandan keyin dunyoni mansitmaydigan holga kelib qolgan. Ammo vaqtning o'tishi bilan Xitoy haqida, Xitoy gullanishining oxirgi chekiga yetib, tengir qash ichida bir hongning og'zida turyotamdi degan savollar so'ralishga boshladi Xitoyga nisbatan. Chunki Xitoyda bir oxirgi chek va keyingi chekinish, shundaqla cho'kish bir vaziyat mavjud bo'lyapti.
xalqaradagi ba'zi belgilar Xitoydagi yosh ish kuchining yosh ishlashga ishlaydigan bo'lgan ishlashni xohlaydigan yosh ish kuchining 2025dan 2050 yilgacha bo'lgan aralıqda taxminan 7% atrofida azlab ketganligini hozir o'tirib qo'yapti. Dunyo bankisininki farziga asoslanganda agar Amerika texnikaga oid tijoratlarga cheklanib qo'ygan ahvol ostida Xitoy iqtisodiy oldimizdagi kunlarda 9% atrofida orqaga chekinish mumkinligini mulohaza qilyapti mulohazchilar. Aslida ish kuchi sohasidagi bu xil chok ketish shu Covid pandemik bu Covid'dan burunmi ko'rilishga boshlagan. Xitoydagi yosh ish kuchi nupusi 10 yilga vaqtdan buyon zaiflashib mangan. Nupusning qayrilishga qarab menishi yosh nupusning borgancha azayishi sababidan Xitoydagi iqtisodiy yuksalishni kontrol qilib turadigan mablag' selishmi susishyotidir. Bunun qo'shilib yillarcha davomlashgan bu muassasalarga selingan mablag'larning ilib keladigan foydasini ko'rgin bo'lmaydi. Buningga Xi Jinping'ninki diktatorligini qo'shganda Xitoy jamiyatida yengilnish ig'ir cheklimga uchrayapti. Yengilnish ig'ir cheklimga uchrayapti. Texnik sohasi qo'yilgan bisimlar va iqtisod sohada yo'l qo'yilgan partiyaninki kontrolligi Xitoy iqtisodini aslatgan sabablarning yana biri. Ba'zi yo'llar sinab yiqilgan bo'lsa, ammo Kommunist partiyaning ko'langisi ostida qoldi bu xil yo'llar. Uningdan boshqa mablag'ning sirtqi chiqishi va mablag' selishni cheklamga uchratish ko'paydi. Undan boshqa Xitoydagi ish kuchining ozayishi bilan birga mahsulot narxida ishish ko'rilayotganligi ma'lum. Keyingi 22 yilda ish kuchi narxi 14 va 15 qat yükselgan. Yanımı çoğunluğun aldı Xitoydagi masalalarga qarab boqaylik. 2022 yili Xitoydagi umum ish kuchi 402 million kishi edi. 2017 yilga kelganda 391 million edi. Ammo Xitoy davlatlik statistik idorasining ma'lumotiga asoslanganda har qaysi sohalarda ishlayotgan ish kuchi nupusi ya'ni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan, ishlayotgan yosh ish kuchi nupusi 2021 yildagi 746,5 milliondan 2022 yilida 733,5 million chiqib qolgan. Bu raqam Xitoydagi bir cho'ng ishlab chiqaruvchi davlatga nisbatan xatarlik bir cho'kishning bishorati bo'lib hisoblanadi. Ondan boshqa Xitoydagi yashangan nupus masalasi bo'lgancha bosh ko'tarayotgan masalalarning biri bo'lib, Xitoydagi hozir ishlayotgan ishchilarning o'rtacha yoshi 38,3 yoshga chiqdi. 2017 yilda 37 yosh atrofida edi. Yashangan ishchilar masalasi Xitoy iqtisodini asıltayotgan masalalarning biri bo'lib, chunki bu ishchilarning o'rnini olgan yoshlar hozir Xitoyda intayin aziyib ketaylik. Xitoydagi yosh ish kuchi nupusining aziyib ketishini keltirib chiqargan yana bir sabablarning biri o'rtacha o'qish yilininki 14 yil atrofiga uzatilishi. Xitoy iqtisodiy zamonaviylashish davriga kirishi bilan shu zamonaviylashgan ishga munosib kelgan ishchilarga bo'lgan ehtiyojim oshgan. Ammo Xitoydagi yangi bir avlod yoshlar bilan ish topa olgan bilan an'anaviy mahsulot ishlab chiqarish zavodlar ishlashni xohlamaydigan bo'lib qolgan. Nurg'un yoshlar an'anaviy mahsulot ishlab chiqaradigan zavodlarda ishlashni xohlamaydigan bo'lib qolgan. Nurg'un yoshlar arzon maoshli mahsulot ishlab chiqarish zavodlaridan bezor bo'lib, uning o'rniga texmi yuqori maoshli sohalarni izlaydigan bo'lgan.
Bu xil ahvol Xitoyninki eng muhim bo'lgan sanoatlashgan nuqtalarda yosh ishchilarninki yetishmasligidan iborat bir bo'shliq, bir yo'chiqni paydo qilmoqda. Xitoy o'zi e'lon qilgan statistik ahvollarga asoslanganda yuqoridagi qo'shilib Xitoydagi ishsizlik ahvoli bag'ancha ish beryapti. 2023 yili yanvarda Xitoydagi umum ishsizlik ahvoli 5,6%, yoshlardagi ishsizlik ahvoli 18,1% deb e'lon qilingan. Bu xil qiyish bo'libmi mahsulotlarni obrat qilish, yez egiligi qatorliq sohalarda ko'rilayotgan ish kuchiga bo'lgan ehtiyoj cho'ng bir hangni shakllantiryapti Xitoyda. Undan boshqa biz yana cho'nqilgan holda Xitoyninki yez egiligi ahvoliga qarab boqaylik. Xitoy yez egiligini Xitoydagi yez egiligi Xitoyninki muhim bir davlat egiligi bo'lib hisoblandi. Bu sohada bo'libmi yemak-ichmak ishonchisizligi, Xitoyninki qechib qutulib bo'lmaydigan, Xitoyning cho'kishini tezlashtirayotgan eng muhim masalalarning biri bo'lib turibdi. Natijada Xitoy nufusininki faqat 20% ga yaqin qismini faqat 10% atrofidagi terilg'u yer orqali ta'minlab keladi. Bu kişi beshiga faqat 0,8 gektar terilg'u yer to'g'ri keldi degan ma'noni bildirdi. Yaqin yillarda Xitoy hukumatining yez egiligiga ilib borgan qalaymaqon tadbirlari bo'libmi Xitoydagi terilg'u yerlarning texim aziyib ketishiga yo'l ochgan. 2010-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda Xitoyning shaharlashishdan iborat planlari bilan 5% atrofidagi terilg'u yerning yo'q qilinganligi ma'lum. Xitoyning ikki qismidagi ahvollarni mulohaza qilishimizni texnik cho'qirlashtirib boqaylik. Xitoydagi yana bir muhim masala suv ozligi masalasi. Xitoy dunyodagi tatliq suv manbalarining faqat 6%ga sahib. Ammo Xitoydagi nurg'ulg'an viloyatlardagi dehqonlar jiddiy holda suvga ehtiyoj qiladi. Bu xil ahvolga qarata Xitoy hukumati janubning suyini shimolga boshlash qatorliq turlarni yo'l qo'yib, suv yetkazishdan iborat bu g'oyat zo'r proyektga trillion dollarlik mablag' sevyotdi. Undan boshqa shu ashundaq trillion dollarlik mablag'larni selayotgan bo'lsa-mu, lekin bu suv kamchilik masalasini hal qilolmaganligi uchun Xitoydagi dehqonlar teriqchilikdan yez egiligidan intayin umidsizlanib yerlarini tashlab boshqa yoqlarga ketishga majbur bo'ladi. Bu Xitoyninki yez egiligi sohasiningki ahvoli. Undan boshqa yemak-ichmak ishonchsizligi. Xitoyninki yemak-ichmak ishonchsizligini biz Uyg'urlar bakmi yaxshi bilamiz. Shuning uchun biz Xitoyninki Uyg'urlar bak yemak-ichmakka ahamiyat beradigan, ko'rgan narsani yemaydigan, bak pokiz bir millat biz. Xitoyninki narsalarni bak ishlash qilib, ancha bak setib olib, yeb muqib ketmaymiz. Hech kim Xitoyninki bir narsalarni imkoniyatning boricha olmaslik qilishini. Burundan Xitoyda eng muhim masala shu yemak-ichmak ishonchsizligi. Ishonchsiz. Bu yemak-ichmakka kelganda ishonchsiz bir bo'lgan millat, hech kimning ishonchisiga erisholmaydigan bir millat bo'lib hisoblanadi. Buni hozir o'zlarini e'tirof qilishga boshladi Xitoylar. Xitoydagi eng jiddiy masala shu Xitoy yemak-ichmak ishonchsizligi. Shundaqla uzun mezgildan buyon davomlashib kelayotgan ig'ir bir masala. Bu Xitoyni cho'kishga va g'ulashga so'rab apiradigan muhim masalalarning biri. Shundaqla Xitoydagi shu yemak-ichmak ishonchsizligi masalasi Xitoy raisi Uyg'ur jazo lagerining bosh planlovchisi Jallod Shin Jinping e'tirof qilishga boshlagan. Yemak-ichmak ishonchsizligi degan nim degan gap degan vaqtida mehnatchilik degan gap, yemak-ichmak mehnatchiligi degan gap. Paskin-puskuni bir narsalarni xato bir nimalarni sotadi,
pokiz emas degan ma'noni bildirdi. Bu bir millatning axloqini, safosini o'lchaydigan eng muhim masalalarning biri bo'lib, oxirida bu Xitoylarning bu yemak-ichmak jihatdagi safosizligini, mehnat tomoqlarini sotaverdiganligini oxir davlat raisimi o'zimi e'tirof qilib, o'sha o'zi tilga olgan. U Jallat Shi Jinping shu 2023 yil e'lon qilgan bir kitobida Xitoydagi yemak-ichmak ishonchsizligini Xitoyning siyosiy istiqrori uchun qizilsizlik deydi deb yozgan. Xitoyning siyosiy istiqboli uchun qizilsizlik deb yozgan. Demakki, yemak-ichmak ishonchsizligi Xitoydagi eng og'ir masalalarning biri. Onundan boshqa Xitoy tarixiga qaragan vaqtimizda siyosiy krizislarning asosan ochlik, qurg'oqchilik va xalq ichidagi ishonchsizlik, shundaqla xalq ichidagi huzursizlik ahvollarining haddidan oshganda yuz berganligini ko'rib olamiz. Masalan, Qin xonadonligining cho'kishi, Manju xonadonligining cho'kishi qatorliqlar ocharchilik, ishonchsizlik, hukumatning xalqning ehtiyojlarini qarshilay olmasligi qatorliq sabablardan tezlashgan. Bu haqda Xitoy xalqini ogohlantirib, shu Qin xonadonligining cho'kishi, Manju xonadonligining cho'kishining qanday bo'lganligi haqida Shi Jinping o'zimi Xitoy xalq gazetida alohida bir bosh maqola e'lon qilgan. Bugun bo'lsa yuqoridagilar qo'shilib, shu Xitoyningki g'oyat zo'r qarzga ketib qolishi bilan texmo Xitoy hozir vahimalik ahvolga tushib qolyapti. Hozir Xitoydagi yerlik hukumatlarning statistika jadvaliga qo'yilmagan qarzlarining 7 bilan 11 trillion dollar artishi ekanligi taxmin qilinyapti. Buning aksicha Xitoy iqtisodining ostilishi bilan yerlikning boy topshirishi masala bo'lib qoladi. Bu xil ahvol Xitoyning yemak-ichmak bexatarligi masalasida tadbir ilishni cheklab qo'ygan masalalarning biri. Albatta, boy to'lash bo'lmagandan keyin Xitoyningki moliyasidan kirim kirmaydi degan gap. Uning ustiga yerlik hukumatlarning bu yemak-ichmak masalasini hal qiladigan yerlik hukumatlarning qarz patqaqa bitib qolishi bilan boy topshiruvchilar bo'lmagan ahvol ostida buningga tadbir olamaydi degan gap. Demakki, Xitoy hukumati bu yemak-ichmak bexatarligi, yemak-ichmak ishonchsizligi masalasini bilib turayotganmiz, lekin buningga mablag' chiqaramayotdi degan gap. Lekin bu ayni asli bo'yicha davomlashyapti degan gap. Bu insonlarning hayotiga, normal hayotiga intayin bir xatar va tahdid. Undan boshqa Xitoydagi yoshlarning Kommunist partiyasiga bo'lgan ishonchini yo'qotishi hayron qolarli ish emas. Xitoyningki alohida cho'ng shirkatlarga qarata ilib borgan besim siyosatlari Xitoydagi minglagan universitet o'quvchilari uchun ishga o'rnatishish fursatlarini yo'q chiqadi. Buningga Coviddan keyingi turg'un holat qo'shilganda Xitoydagi ish tepish masalasi bir mina qo'yilgan joyga kirib qolgandek vaziyatni shakllantirgan ahvol kelib chiqqan. Demak, ishsizlik oliy maktablarni bitirgan o'quvchilarning ish tepishi tas va xatarlik bo'lib qolgan. Undan boshqa Xitoy universitetlari hukumatning ish bilan ta'minlash nishonlariga moslashish uchun saxta statistikalar yasab chiqib, ish tepish imkonlarini padazlagan. Bu xil saxta va umidsiz ahvolga qarata nurg'unlagan Xitoydagi dangliq oliy maktablarni bitirgan Xitoy yoshlari bunga passiv bir inkas bilan javob qaytaryapti. Ya'ni ular jamiyatga tekib qo'shib mustaqil yashaydigan bir yosh bo'lishning o'rniga shu ota-onalari bilan birga yashaydigan, ota-onalarining uyida birga turib birga yashaydigan
bir yaş bo'lishni tanlayotdi. Buningdagi saxta statistikalarni chiqarib ish imkonlari bor deb xabar qilgan bilan e'lon qilgan bilan, lekin yoshlar ish izlab bo'lganda ish topolmaydigan ahvol yoshlarni shundoq ota-onalar bilan birga yashaydigan bir umidsiz bir vaziyatga boshlab olgan. Undaqda bu xil ish topolmayotgan yoshlarga ota-onalar bilan birga yashash, mustaqil o'z oila qurib, mustaqil yashash yo'lini tanlamay ota-onalar bilan birga yashash yo'llarini tanlayotgan, mundaqcha aytganda o'z mustaqilligini, o'z umidini, o'z ishonchisini, kelgusiga bo'lgan umidini yo'qotib qo'ygan Xitoy yoshlari qarta Jallod Shi Jinpingning tavsiyasi qanday bo'tadi? Bir qarab boqaylik. Jallod Shi Jinping Xitoy hukumatiningki dаңлык oliy maktablarini bitirgan o'z yoshlarining kelgusi istiqboliga bo'lgan qarshini mundaq ifodalagan. O bo'lsa Xitoy yoshlari o'z kutgan cho'ng umidlarni sal tuvanga tushirish kerak, osmon falaklarga chiqib ketgan umidlarni sal tuvanlarga tushirish kerak. Yezlarda, qirlarda itizayri ishlarni qilish kerak deb tavsiya qilgan. U yana yoshlarga jafo tortishni o'rganing, chunki bu fazilatdir. Jafo tortishni o'rganing, chunki bu fazilatdir degan. Yoshlarni o'z ichiga olgan Xitoy xalq orasidagi umidsizlik oshgancha, Xitoy hukumati bu masalalarni ko'rmasga kelayotdi. Bu xil umidsizlik Xitoyning g'ulashqa qolganligining bishorati. Yuqorida bizlab o'tib ketgandek, Chin xandonligi va Manju xandonliklari shu kechirsizlarmi shu Xitoyningki shu xalq orasidagi huzursizliklar, xalq orasidagi shikoyatlar, xalq orasidagi hal bo'linmagan masalalar oshgan vaqtida qo'llab tushgan. Demak, Xitoyda bunday masalalar hozir tonlab turibdi. Demak, bu Xitoyningki g'ulashqas qolganligining bishorati. Xitoy yoshlari orasidagi hukumatga bo'lgan mamnuniyatsizlik, norozilikning ishiga qo'shilib, Xitoy yanama vahimalik bo'lgan bir umumyuzlik krizisga duchor bo'lgan bo'lib, u bo'lsa-mu tug'ish nisbatining tezlikda tushishi. Xitoy o'zinglar bilsizlar 80-yillardan boshlab planliq tug'ish siyosatini qo'yib, yo'l qo'yib bir farzandlik bo'lish siyosatini davomlashtirib kelgan. Xitoydagi bu vaziyatni texim yomonlashtirgan bu tug'ish nisbatining tezlikda tushishi bilan 2017-yildan e'tiboran Xitoydagi tug'ish nisbati 70% atrofida tushgan. Bu faqat Xitoy uchun emas, balki insoniyat tarixidagi eng tez tug'ish nisbatining tushishi bo'lib hisoblangan. Xitoydagi vaziyatni texim yomonlashtirgan bir ahvol Shanxay Bilimlar Akademiyasi e'lon qilgan bir sonliq ma'lumot bo'lib, bu akademiyaning taxmin qilishicha Xitoy nupusi hozir mavjud Xitoy e'lon qilgan real nupusdan 100 million kishini ortiq hisoblab olgan bo'lishi mumkin degan farazni o'tirib qo'ygan. Bularning ko'pinchisi 40 yoshdan ostidagi ishlash mezgildagi yoshlar nupusi deb faraz qilingan. Demak, bu 100 million kishini ortiq ishlash yashidagi nupusdan 100 million kishini ortiq hisoblab olgan, xato hisoblab olgan bo'lsa, demak, Xitoydagi sanoat sohasining ish kuchi, yosh ish kuchining ahvoli yuqorida biz o'tirib qo'yib o'tgan sonliq ma'lumotlardan texmo betarrak tuvan degan ma'noni bildirdi. Undan boshqa Xitoy muloyizchilarining o'zlari, chet ellardagi Xitoy muloyizchilarining o'zlari Xitoy nupusiningki 2023-yilda, ya'ni Covid sababidan 2 million nupusning ozayib ketganligini ilgari suryapti. Xitoy bu xil ichki masalalarni intayin yoshirayotgan bo'lib, Xitoyningki ham iqtisodiy ham ommaviy besimlarning tikishlari cho'kilish vaziyatida.
Uyg'urlar parlaydigan kunlarga az qoldi. Yuqorqilar Xitoy jamiyatidagi eng nachar ahvollar emas, buningdan nachar bo'layotgani Xitoy askari qismlari. İçideki generallarning shu izdiraksiz g'oyib bo'lish masalasi, uzluksiz yuksalib berayotgan harbiy qism ichidagi huquq talashish suiqasdlari. Xitoyning ministerlarining tuyuqsiz yo'qolib ketish masalasi hozir yoshirin masala emas. Nurg'ulg'an Uyg'urlar izdiraksiz yo'qolib ketyapti. Bu yo'qolib ketish Uyg'urlarning faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun, Ipak yo'lining haqli egalari bo'lganligi uchun va Jallod Shi Jinpingning bir balvaq bir yo'l zahar yaltılgan şehrin düşününki dal merkezi hesaplangan Xitay Pakistan iqtisodiy koridori o'tishmisida yashab qolganligi uchun Uyg'urlar izdiraksiz g'oyib. Ammo Xitoy ministerlari va generallarining g'oyib bo'lishidagi sabablar boshqa. Xitoy generallarininki ko'plab g'oyib bo'lishi, Xitoyninki intayin qattiq bir ishga huquq ko'rishiga huquq talashish kurashlariga homildor bo'lganligi va bu huquq talashish kurashlarining Xitoyni qo'ltishga so'rab o'pirdiganligining bishorati. Shu Xitoyninki tashqi ishlar ministrlari, davlat mudofaa ministrlari, hatto yuqori darajalik askariy amaldorlari xuddi Kurtlar Vadisi degan turk deyisidagi xarakterlardek birdan çök qiyotidi. Sobiq tashqi ishlar ministri Chingang bunun bir misali, o 2023-yili tuyuqsiz sosyal medyada g'oyib bo'ldi. Al Jazeera televiziyasining muxbiri Mahdi bir 2 yilning oldida Xitoyninki aql ambiri, Beijingdagi aql ambirininki mas'uli Mr. Gao degan Xitoyni davomli Uyg'urlarni qirib, Uyg'ur hadis singillarimizni qirg'inchilik bilan, qirg'inchilik jazo lagerlarida Xitoy saqchilarining bosqinchilikqa uchratayotgan shunday siyosatlar, razil siyosatlarni yurgizganini qaramasdan, yana Uyg'urlarning g'ururiga tekkan holda Xinjiangdagi Uyg'ur hadis singillarimiz, Uyg'ur sisters deb so'zlayotgan Jallod Chiroydan Shingsei Wang Jinshurun ladek shundaq bir razillik chiroyim tepchib ketgan. Shu Mr. Gao degan ziyorat qilganda shundaq bir qattiq savoldan so'rgan, sizlardagi generallar tuyuqsiz yo'qolib ketgan, nima uchun yo'qolib ketadi, qayerda ular deb shundaq savoldan so'rgan. Shundaq tuyuqsiz generallar va yuqori darajalik amaldorlar, tashqi ishlar ministrlari yo'qolib ketyapti Xitoyda. Washington pochtasi gazetiniki yaqindagi Chingang haqidagi xabariga asoslanganda, Chingangningki Shi Jinping tarafidan vazifadan tashlanib, odatdagi bir nashriyat o'rnida ishlayotganligi tilga olindi. Xitoy ministrlaridan Li Shangfu 2023-yil sentyabrda izdiraksiz g'oyib bo'ldi. Undan burun Xitoyninki Wei Fenghe otliq bir yuqori darajalik amaldormi izdiraksiz g'oyib bo'lgandi. Oxirgi kunlarda 120 dan ortiq yuqori darajali Xitoy amaldori g'oyib bo'ldi. 120 dan ortiq Xitoy amaldori izdiraksiz g'oyib bo'ldi. Bu demakki Xitoyning ichki qismida nihoyat chunqur huquq talashish kurashlari, siyosiy suiqasdlar, intrigalarning nihoyat dahshatli yurgizilayotganligining sirtqa tapchigan nihoyat oz qism bir ko'rinishi bu. Bu sirtqa ko'ringan yuzi, ko'rinmagan yuzi qanchalik biz texbini bilmaymiz. Bularning ichida Xitoyning askari kuchining umurtqisi hisoblangan Xalq ozodlik armiyasi raketa kuchlarininki generallari bor. Ammo bu ahvol Mustaqning faqat ko'ringan bir qismi, yuqorida o'tganimizdek Mustaqninki ko'ringan bir qismi. 2013-yili Shi Jinping vazifaga kelgandan buyon bexatarlik kuchlari 2013-yildan buyonga shu mana 13 yillik bir tarixda bexatarlik kuchlari 2,3 million davlat xodimini qo'lga olgan, turmalarga tashlagan yoki o'limga hukm qilgan. Shunda 2,3 million, ya'ni bularning hammasi
odatdagi kishilar emas, balki Xitoy hokimiyatining usti qurilmasiga vakillik qiladigan yuqori darajadagi amaldorlar. Demak, Xitoy qulaydi. Xitoy qulashqa az qoldi, chunki bundaq cho'ng zo'r tutqun. Bundaq cho'ng zo'r tutqun bir qarshilikni oxirida keltirib chiqardi. Bundaq zo'r tutqun qarta Xitoy xalqining sukunati, uzun mezgillik sukunat qalliq kurashga omildir degan bir aqliy so'z bor. Bu qar qo'yiq tutqunlar oxir Xitoyninki gumron bo'lishi bilan oxirlashi. Bu xil sirli g'oyib bo'lishlar, tozalashlar, odatdagi bir siyosiy suiqasdinmi bak cho'nqur bir yerlarga taqildiganligidan bishorat berdi. Demak, bu Xi Jinping iqtidordagi yuqori darajadagi amaldorlarning eng kichik bir xatoni o'tkazgan ahvoldami Xi Jinping tarafidan hajlanib ketganligining belgisi. Xi Jinpingning to'mirmishdimi hozir Xitoy Kommunist partiyasi ichida qattiq vahim paydo qilyotdi. Qayerda bir vahim bor ekan, bu yerda bir hamon bir cho'kish paydo bo'ldi. Shuning uchun Uyg'urlar umidvor bo'lishi kerak. Uyg'urlar parlaydigan kunlarga pek oz qoldi. Gerçi Xi Jinping partiya ichidagi sadoqatsizliklarni tugatdim deb o'ylayotgan bo'lsa-mu, ammo askariy qismning ishi qabohat ichida. Xitoy ozodlik armiyasi ichida bu xil qilayotganchilik Xitoyninki askariy qurilmasiga oid jiddiy savollar qo'yyotdi. Li Shanfu va Wei Feng qatorliq nurg'unlagan yuqori darajadagi Xitoy amaldorlarining vazifadan ilinishidan keyin Xi Jinpingning askariy qurilmasi chiriklik satchiliklari bilan silkindi. Bu satchiliklar Xitoy armiyasining e'tiborini emas, balki qurolli qism ichidagi ishonchisini zedildi. Xi Jinpingning maqsadi 2035-yilga qadar Xitoy ozodlik armiyasini dunyo bo'yicha eng zamonaviylashgan qism oldiga keltirishdi. Ammo askar qism ichidagi yuqoridagi ishonchsizlik, har kim o'z huquqidan tuyuqsiz ayrilib qolish qo'rqish va vahimasi Xitoyni bu ahvollardan uzoqlashtiryapti. 2035-yilga qadar Xi Jinping Xitoy ozodlik armiyasini dunyo bo'yicha eng zamonaviylashgan qism oldiga ekilgan bir shirin tushi. Bu shirin tushi Xi Jinpingning vayron bo'lug'liq bir yo'l bir balvoq shirin tushimi allaqachon vayron bo'lug'liq. Demak, Xitoy qulaydi, Uyg'urlar chaqnaydiganga oz kunlar qoldi. Endi yanada cho'nqurlagan holda Xitoy harbiy qismning ichiga texnik cho'nqur muloyiz qilib kirib baqsa, Xitoy sobiq raisi Mao'zedong miltiqdan hokimiyat chiqadi degan bo'lsa, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bosh planlovchisi Xi Jinping miltiq ar-nomusliq doimo partiyaga sodiq qo'llarda bo'lishi kerak deydi. Bir askarning ar-nomusliq partiyasiga sodiq bo'lishidan boshqa narsa, hamda bir askarningki ar-nomusliq partiyaga sodiq bo'lishi boshqa narsa, qahramonligi yana boshqa narsa. Qo'lda qurol bo'lishi kifoya qilmaydi. Kun keldi qurol har qanday bir kishining qo'liga tushishi mumkin, o'tib ketishi mumkin, boshqalar tortib olishi mumkin. Hatto masalan 5-fevral qahramoni Shihid Tursun Salay Xitoy askari Longfeyning qo'lidagi qurolni tortib olgandek. Barin inqilobining sarkisi va lideri Zayniddin Yusufdan kishilar shuni so'ragan. Qo'limizda bir tal tapancha va bir tal o'q yo'q, qator qilib Xitoyga qarshi qurolli kurash qilamiz deganda Zayniddin Yusufning tamkin holatda Xitoyning qo'lidagi qurolni tortib olish orqali degan. Demak, tortib oladiganligiga ishongan. Ammo Xi Jinping qancha sadoqat haqida gap qismi, lekin askariy qo'shin ichidagi partiyaga bo'lgan sadoqat, yoshirin tutqun qilish va izdiraksiz g'oyib qilishlar sababidan bag'ancha ojizish bo'lmoqda. Natijada keskin holda shundoq deyalamizki, uzun yillardan buyon Xitoyning harbiy qismida ilib borgan islohotlari milliardlarcha dollar solgan mablag'lariga qaramay, Xitoy saxta bo'lgan bir askariy kimligining ostida o'z bilan bo'g'ishyapti. 2024-yil dekabrdagi Xitoy statistikasiga asoslanganda jami 126 nafar Xitoyning yuqori darajalik amaldori qo'lga olingan. Bu oz son emas albatta. 2023-yilda 12 nafardan ko'p
eng yuqori darajalik harbiy amaldor, general va leytenant darajalik harbiy amaldor harbiy qismdan qo'g'lab chiqarilgan. 2025 yılı texi yaqindala harbiy qismning muavin boshlig'ini o'z ichiga olgan 9 nafar harbiy amaldorga Xitoy jazo e'lon qilgan. Xitoy Markaziy askariy komissionining muavin raisi Xitoyning ismli Xitoy amaldori Xitoy askariy qismlarining Xitoy askariy qismlarining quruq bir qog'oz yo'lasi ekanligini isbotlab mundaq deydi. Amerika bilan raqobatlashgidek bir harbiy qo'shin qurishning o'rniga o'z qo'limiz bilan mubolag'alashtirib etilgan jangga hozirliksiz, chiriklik bilan chirib ketgan bir qo'shin bilan qoldik. Bu Xitoy yuqori darajalik amaldorining o'z og'zi bilan qilayotgan e'tirofi, ya'ni Xitoy harbiy qismlariga qarata qilayotgan e'tirofi. Shunga Xitoy askariy qo'shinni bir qog'oz yo'lasidan iborat deb o'ylasaqmi, biz xatolashgan bo'lmaymiz. Uni az deb o'z hokimiyatiga tahdid deb qaralib to'xtamay qo'lga ilinishlar va izraksiz yo'qolib ketishlar yuz berayotgan bir organ. Xitoyninki qurolli harbiy qismi. Demak, Xitoy ozodlik armiyasi tashqi dunyoga qarshi ko'ringandek kuchli emas. Demak, Xitoyning o'lishi va cho'kishi ün-tünsiz va jimjit holatda bag'an sari yiqilishyapti. Bir portlash bilan emas, balki bir pichirlash bilan g'ulashning sharpilari kelyapti. Xitoy o'zining yolg'onchiligi, dunyoga bergan hiyla-mikr suiqasdchi obrazlari bilan o'rga tushish manziliga qarab ketayotgan umidsiz bir davlat. Shuning bilan Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli programmamning 34 qismi mushada oxirlashdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning g'ulishining siz va men o'ylagandan tez va tazattiban bo'ldiganligi haqida ilib berib bo'lgan ikki qismli mulohazamning hammasi bugun mushada oxirlashdi. Birinchi va ikkinchi qismi to'liq oxirlashdi. Bundan keyingi mulohazalarimga quloq berishinglarni umid qilaman. Kelar qitimliq programmamda ko'rishguncha omon bo'linglar.